Svej remont qilib yurgan obunachilarimiz uchun zo'r variantimiz chiqib qoldi. Yunusobod 13-kvartalda 2 xona 1-etaj, 4 etajli domda toza kvartira ekan, polniy kapitalniy remontdan chiqqan, ozoda qilib shuni uborkalar qilib qo'yishgan. Narxi 270.500 pustoy holati. Mebel texnika qo'yib beraman deysa, 72.500 ekan. Orientir Petushok, arbat shundoq ro'parasida, lokatsiyasi juda zo'r, metroni oldida ekan. Obzorimizni boshlaymiz. Mana kirush prixoshkasi hisoblanadi. Mana bu yog'imiz sanozel hisoblanadi. Bu yog'imiz vanna, kafelarni ko'rasizlar. Juda didman qilib qo'yishibdi, chiroyli qilib qo'yishibdi. Keling, mana bu yog'imiz spalnik hisoblanadi. Bu yog'imiz zal. Zalimizni ham juda chiroyli qilib qo'yishgan. Dekorni qilib. Lyustrali qo'yishibdi. Mana bu yog'imiz detskiy hisoblanadi. 2 xona, 3 xona qilingan, tayyor ekan uyimiz. Bu yog'imiz balkonimiz 1,5 ga 6 balkon. Kuxnyni yasattirib qo'yishibdi, ko'rib turganingizdek. Shu uyimizga qiziqqan bo'lsangiz, opsiyan nomerni qo'yib beramiz, telefon qilinglar, aloqadamiz.